Assalomu alaykum. Men Rustam aka bilan birgamiz hozir. Qisqasi naqaga teping. Aka, mana qarang, mana siz mana siz laboratoriyasizda, mana kecha menga yozdi. Men o'zidan so'radim. Men avtomatni mana avtomatni ko'rsataylik. Mana avtomat. Misol uchun necha amperlik? Har bir avtomat 16 amperlik avtomat. Har bitta kontakti 16 amper degani. Da, har bitta kontakt mana qo'shilgan, bir-biriga qo'shilib ketgan yoki bo'lmasam bu maydon hosil qilib nimadir ish bajaradigan uskuna emas. Bu prosta kommutatsiya apparat bo'ldi. Har bittasi kontakti 16 amperlik. Menga aytayapti, men 400 amperlik gapirsam, uchalasini bo'lsa 130 amper deb meni yozibdi. Formula tashib berdi. Transformator formulasini tashib berdi. Transformator emas, bu ham quvvat bu. Prosta quvvat topish. Misol uchun, ya'ni kosinus v deganda kosinus v quvvat topish, cho'lg'an bor degani-da bunda. Men aytmoqchi bo'lganim, men ertaga stories qo'yib atvet qilaman degan edim. Shu mana shu narsani ko'pchilik bilmas ekan. Rubinlik bo'ladimi, boshqa narsa bo'ladimi? O'shancha hamma katta qo'yib tashlar ekanda. Ha, mana shu otmasin. Otmasin deb borsangiz 25 talik kabelgaligini qilganda. Mana shu videomni ko'rib qo'yaman, shuni ko'paytiraman. Mana qarang, kabel qarang. 16 talik sipda 400 amper avtomat qo'yilgan. Mana bu 400 amperda yonib yuvib ketadi bu kabel. Bu otmay turaveradi. Bu aytadi, menga unaqa 400 amper tok kelmadi. O'shaning uchun men otmayman deydi. Mana muammo shunda. Mana ko'rsatdi-ku, mana manidagi holat bo'ladi-da, mana. Mana edi avtomat otmagan-ku mana. Shunaqa bo'ladi, qatdan bu. Buni holat bo'ladi-da, mana shu yonib ketadi. Все, tamam. Keyin avtomat biraygan deydi. Avtomat biraygan deydi. Mana men 63 mana 63. Mana har bitta kontakti 60 amper ko'taradi degani. Chunki bu zavodda ham alohida qilib chiqariladi. Bunda ham katta avtomatlarda ham xuddi shunaqa. Polisni 2, 3, 4 hamma polisni tushuntiraman. Rubellikni dashi 3 talasini bitta qilib hisoblashar ekan. Demak, ular otmasligi kerak ekanda. Siz to'g'ri tushuntirmagansiz-da, kommutatsion apparat deganingizda bu oxirigacha aytmagansiz. Bu himoyaviy kommutatsion apparat demagansiz. Aka, mana oddiy narsa-da, buni men alif b qilib tushuntiraman. Doskalarni hozir yana video qilaman, imенно. Men unaqa deb ko'rsataman. Buni tushunib olish uchun bilmadim qanaqa bo'lishi kerak. Menda elektr olganman. Yo'q. Siz aytmagansiz. Bu himoyaviy kommutatsion apparat demagansiz-da. Kommutatsion apparat degansiz. Prosta bu demak qo'shib ular ekan deganda, tamom siz. Himoya qiladi. Yo. Katta bo'lsa, hali kontaktlar ham yerib ketmaydi degan. Hop endi mana rubellikchi nima deysiz? Rubellik nima deysiz? Rubellik endi mayli katta olsa u zarari yo'q uni, iqtisodiy. O rubellik mana 1600 amperli. Uchala fazani qo'shganda 1600 watt o'sha. Yo'q, har bitta fazasi 1000. Mana mashinasini men tushuntira olmayapman deb o'ylayman. Tushunib qolishadi. Rustamagani kechiringlar, endi bir ayib qilib to'g'risini aytib qo'yibdi. Shunaqa Aka, mana shu laboratoriya ko'rsatishimiz kerak deb. To'g'ri tanlash kerak. Ko'rishimiz kerak.